Hammaga assalomu alaykum. Ravshanbek Ibrohimov kanaliga xush kelibsiz. Bu videomizda ChatGPT ni bepul olishni ko'rib o'tamiz. Videoni boshida aytib qo'yay. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib yubormasdan ko'ringlar, chunki har bir videoning daqiqasida kerakli narsalar ko'rsatib boriladi va oddiy bitta narsada xato qilsangiz ham mana shu narsa o'xshamaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ringlar. Video bo'yicha kerakli resurslarni, saytlarni, kerakli narsalarni Telegram kanalimga joylab qo'yaman. Описаниеda, kanal tavsifida, kommentariyada havolalari bo'ladi. O'tib ko'rib olishingiz mumkin. Yana bir narsa, mavzu bo'yicha savollaringizni, video bo'yicha savollaringizni kommentariyada qoldiringlar. Bizga VPN kerak bo'ladi. Siz xohlagan VPNingizdan foydalanishingiz mumkin. Mana men SkyVPN dan foydalanyapman. Buni Play Marketga kirib SkyVPN deb yozsanglar, mana bu qismini qidirsanglar chiqadi. Keyin kirasizlar, kirganinglardan so'ng mana bu yerda mana yerda sizda Amerika turadi yoki boshqa davlat turadi-da. Shuni mana bu yerda Indiyaga o'zgartirasizlar. Indiyaga o'zgartirib VPN yoqasizlar. Kompyuterda ham qilsa bo'ladi bu narsani. Kompyuteri borlar nabarot oson bo'ladi. Kompyuterda qaysi VPNni yuklashni Telegram kanalimda havolasini yuklab qo'yaman. Telefonda qanday bajarilsa, xuddi shunday qilib yuklab olasiz, bajarasiz. Faqat VPNni kompyuterida VPN dan foydalanasiz. Uni qaysi VPNligini Telegram kanalimga o'tsanglar, tashlab qo'ygan bo'laman. Mana reklamani ko'rdik, VPNimiz ulanishini kutamiz. Mana ulandi. Endi bizga Chrome brauzeri yoki Google brauzeri kerak bo'ladi. Yo'q, istalgan brauzer kerak bo'ladi. Istalgan, xohlagan brauzeringizga kirib olsangiz bo'ladi. Demak, saytga kiramiz, ChatGPT ga kirib olamiz saytiga. Aytgancha internetimiz ozgina pastroq ishlaydi, chunki Hindistonda VPN yoqqanmiz. Shuning uchun pastroq ishlaydi. Video shuning uchun cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun videoni o'tkazib turaman. Mana saytimizga kiryapti. Endi kirganimizda hop, yana bir narsa iltimos qilaman. Telegram profilimiz hammasi berilgan, savollar uchun, takliflar uchun. O'tib savol takliflaringizdan, xizmatlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Mana kirganimizda aslida bu narsa chiqmaydi bizda. Mana bepul taklif chiqyapti. Mana bepul taklif chiqyapti. Aslida O'zbekistonda chiqmaydi. Faqat VPN ulaganimizda mana shu chiqyapti. Shuni ustiga bosishimiz kerak. Hop. Agar buni telefonda qiynalsangiz, mana bu yerda Detscope versiyada qo'ygan. Shuni ustiga bosib olamiz. Keyin bepul taklifni ustiga bosamiz. Ozgina kutib turamiz. Aytganimdek internet mana Wi-Fi da ham kam o'ta sekin ishlayapti. Kompyuterda bundan ham sinkron ishlashi mumkin. Iloji boricha sabr qilamiz. Video sizda xira ko'rinayotgan bo'lsa, mana bu YouTube sozlamalarida bilmaganlarcha aytyapman. Sifat degan narsa bor. Mana shuni ko'tarsangiz, yuqori sifatliga o'tkazib qo'ysangiz, tiniq ko'rinadi. Ko'pchilik kommentariyada yozyapti, video sifati xira olgandan xullas shunaqa negativlar bo'ladi. Shuning uchun aytib o'tib ketyapman. Hop, mana ChatGPTni telefon versiyasiga o'tkazib oldik. Endi hop, mana bu joyga kirishimiz kerak edi.
Agar sizda ishlamasa yoki bu qabul qilmasa, bitta narsa qilib ko'rishingiz kerak. Yangi Gmail ochib, shunga ochishingiz kerak bo'ladi. Mana bizda mana internetimiz o'ta pasayib ketgan. Hozir biz mana bu besplatno rejimidamiz, ya'ni bepul rejimida. Bitta pastga tushamiz. ChatGPT Go ni tekinga olamiz. Mana bular juda qimmat. Bu yerda sizni VPNingiz ishlayotganda asosiy sabab mana shu bepul chiqadi va mana bu yerda valyuta Hindiston valyutasiga aylanib qoladi. Demak, bu yerdan Go ga o'tishni bosamiz. Bundan keyin ham darrov berib qo'ymaydi. Qiladigan ishlarimiz bor. Internetlang past bo'lsa, qayta urinaverasizlar. Boshqa iloji yo'q. Anchagina internet sifatini pasaytirib yuboryapti. Boshqa davlatlarga qaraganda. Shu oynaga kiramiz va bu yerdan kartani tanlaymiz. Mana karta. Shuni tanlaymiz. Bu yerda 00 turadi. Hop, tanladik. Xuddi shu holat chiqadi. Endi bizga yana 3-4 ta sayt kerak bo'ladi. Shulardan foydalanamiz. Karta raqam kiritishimiz uchun bizga mana shu raqamlar kerak bo'ladi. Mana ko'rib olamiz. Mana shular kiritasiz yoki men Telegram kanalimga saytini tashlab qo'yaman. Yoki foydali botimizga bunaqalardan juda ko'plab tashlab qo'yaman kirib. O'sha yerdan karta nomerlarni mana shunaqa skrinshotlarini olishingiz mumkin. Telegram kanalimizga 10 tacha 20 tacha tashlab qo'yaman. Buni bitta havola opisiyaga tashlab ketaman. Shu o'tib kirsalang mana shu bo'ladi, mana shu suratlar. Shulardan olsalaring bo'ladi. Bu yerdan men mana buni tanladim. Mana karta raqam muddati 03-2034-yil va SVV raqami. Demak, kiritamiz. Hop, 55 18 27 70 55 18 27 70 55 18 27 70. Hop, qolgani 667 16 703 667 16 703. Mana bo'ldi. Endi raqami xuddi shu karta raqam 0431 ekan. Bitta pastagini yozib yuboribman. 0431 0431 xuddi men aytganimdek qilasiz. Kod SUV kod 514 514. Sizlarga boshqasini ko'rsatib, adash boshqani yozib yuboribman. Endi imya, familiya, bunga birorta ism familiya topishimiz kerak. Buni o'zimiz xohlaganimizcha yozib qo'ymaymiz. Bizga mana shu sayt kerak bo'ladi. Hop, bu saytda mana o'sha Hindistonda ismlari ro'yxati bor. Mana shularda mana shu ismni olamiz. Kantipuri degan ism. Shuni yozamiz. Mana yozdik. Endi bizga adres kerak. Adres uchun mana shu sayt kerak bo'ladi. Bu saytlarni o'sha Telegram kanalimga tashlab qo'yaman va Telegramdagi botimiz bor, foydali bot. Havolasi opisiyaniyada bor. O'shanga kirsalang, ChatGPT bepul olish deb yozib qo'yaman. Video havolasi va mana shu narsalarni tashlab qo'yaman o'sha bo'limga. O'sha yerdan olishlaring mumkin, kanaldan topa olmasalang. Chunki kanalga har kuni konkurslar, turli xil xabarlar joylanib boradi. Demak, bu yerdan o'zimizga kerakli
nimani tanlab olamiz. Generate qilib yuborasiz yangilanish uchun. Mana adreslar. Mana shularni kiritamiz. Hop. Bizga mana shularni kiritsak bo'ladi. Demak, birinchisidagini kiritamiz. Nusxa olamiz. Mana nusxa olib shahar Mumbai, Maharashtra ekan. State'ga demak mana bu yerga buni kiritamiz. Kiritdik. Endi adres stroka 2. Bu endi hop bu shtet Maharashtrani kiritamiz mana bu joyga. Gorodga ya'ni Mumbayni kiritamiz. Mumbai. Mana pin kod. Pin kodga ham mana shu yerda mana bu yerda zip kod bor. Mana 4057. Mana shuni kiritamiz. Hop, mana bu yerga ham mana bu oxirgi saqlanib qolganingizni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Bo'ldi. Hop. Demak, mana bu yerga bitishga qo'yamiz va podpisatsiya tugmasini bosamiz. Agar sizda birorta muammo bo'lsa, mana karta raqam almashtirib ko'rasiz, ismni almashtirib ko'rasiz va manzilni almashtirib ko'rasiz. Podpisatsiyani bosamiz va bizga mana shu OpenAI nimani beradi, ya'ni ChatGPT Go ni ulashga beradi. Hop, bizda robot emasligimizni tasdiqlashimiz kerak. Mana bu yerda mana bu kattacham ustiga bosamiz va bizni tasdiqlaydi. Ba'zilarda captcha chiqadi. O'shani to'g'risini teramiz. Ba'zilarda mana shunaqa to'g'ri holatda bo'ladi. Hop, sizda mana hozir bizda mana shu holat bo'ldi, chunki internet pastligi uchun mana internet ko'ryapsizlar tepada 01 ishlayapti, agar ko'rinayotgan bo'lsa. Shuning uchun mana ko'p ishlamayapti. Shuning uchun podpisatsiyani qayta bosasiz va sizga beradi. Mana xuddi shu holatda olinadi. Agar sizda telefonda o'xshamasa, kompyuter versiyada ham qilib ko'ring. ChatGPT ilovasida bo'lmaydi. Mana shu saytiga kirib olasiz. Mana buni ham qayta hammasini qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ko'proq ursangiz keyin beradi, bo'lmasa bermaydi. Shuni yaxshilab e'tibor beramiz. Kartani qabul qilmasa yoki manzilni qabul qilmasa, boshqa nimani olib ko'ringlar. Buni random saytini ham tashlab qo'yaman. Mana oxirida ko'rsatib kelay. Agar sizda men tashlab qo'yaman, lekin ko'pchilik oxirigacha ko'rmaydi. Buni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu saytdan foydalansanglar ham bo'ladi. Bo'lmasa Google'ga Mastercard generate deb yozsang, random deb yozsang chiqadi. Mana shu holat chiqadi. Mana bu yerga boshda kiritgan raqamimiz bor. Bu yerga 55 18 277 06 yozasiz. Mana yozdik. Hop, bu shunda turadi. Qolganlar random. Xohlasa buni yoqib qo'ying va generate tugmasini bosasiz. Mana bu yerda chiqadi. Tushunyapsizlar? Mana shuni nusxalasiz, qo'yasiz. Buni nusxalasiz, qo'yasiz. Xullas, mana bu yerda juda ham ko'p buni katta raqamlar. Mana shu holatda olib almashtirib ko'raverasiz, lekin VPNni o'chirmaysiz. Aslo VPNni o'chirish mumkin emas. Agar sizda o'xshamasa, ChatGPTni boshqa akkauntini kirib ko'ring, login qilib chiqib ketasiz. Buni ham ko'rsatib ketay.
Ko'pchilik so'raydi-da, shuning uchun ko'rsatib ketyapman. Mana sozlamaga o'tasiz. Mana holat kelganda mana bu pastdagi profilni bosasiz, mana logout bosib chiqib ketadi o'zi avtomatik. Shu yerdan boshqa gmailni kiritib kirib olasiz. Bu muammo narsa emas. Keyin mana Continue Google'ni bosib kirib, yana o'sha holatda chiqasiz. Saytdan shu holatda qilasiz. Men hozir ilovada ko'rsatib berdim. Xullas, mana shunaqa gaplar. Yana bir narsa aytay, bizga murojaat qilasiz. Ko'pchilik murojaat qilyapti. Bepulga Telegram Premium olib bering, akkauntini ulab oling yoki boshqa narsa, Telegram Stars olib bering, akkauntini ulab oling deyishyapti. Shuning uchun bu ham ChatGPT bepul olish bu mehnat talab qiladi. O'zidan o'zi oddiy holatda olinmaydi. Ozgina mehnat kerak. Mana videolarda ham bepul Stars olish, Telegram Premium olishlar hammasini ko'rsatib, isbotlar bilan ko'rsatib beryapman, lekin bunga ham Stars yozish kerak, referal chaqirish kerak, ozgina vaqt talab qiladi-da. Shuning uchun hurmatli do'stlar, buni o'zingiz qilishingiz uchun ko'rsatib beryapmiz. Siz profilingizni ulab olib, sizga yulduz ishlab, nima qilib yurishga vaqtimiz yo'q. Biz ham odammiz, boshqa ishlarni ham qilamiz, to'g'risini aytganda. Qancha YouTubedan obunachizman desa, qo'limizdan kelgancha yordam beryapmiz, lekin haligi chaynab og'zingizga solib qo'ygandan keyin shuni ham yutib bering degandek bo'lyapti-da bizga. Shuning uchun to'g'ri tushuninglar. Biz siz profilingizni ulab olib, Telegram profilingizni ulab olib yoki ChatGPT profilingizni ulab olib bera olmaymiz. Yordam berishimiz mumkin olishga. Yoki mana ChatGPTga unchalik mehnat talab qilinmaydi. Buni olib berishga yordam beramiz. Telegram profilimizga yozsanglar, navbati bilan javob yozib yordam beramiz. Lekin mana Telegram Stars olish, Premium olishlar ozgina mehnat talab qilinadi, vaqt ketadi. Bunga yordam bera olmaymiz. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Resurslar foydali botimizda va Telegram kanalimizda bo'ladi. Video yoqmasa like tugmasini bosib qo'ying, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.